500 lira verişler mi saçıyor? Mohir ustalar jamoasi bugun yig'inimiz bor. Ustalarimiz bilan yangi ijodlar bo'yicha fikr almashamiz. Yig'inimiz albatta taomsiz bo'lmaydi. Yig'in uchun eng yaxshi taom bu choyxona palov. Namangandagi top mahalla bitta joyda yashaydi. Assalomu alaykum. Bugungi taomni hammamizning ustozimiz bo'lgan ota taomni tayyorlashni boshlab yubordilar. Taom pishiruvchi ustalarimiz yangi ijodlari bo'yicha maslahatlashishdi. Obyektiv. 3 milyon pul topadi. O'shna qilsa, inaki anonasi to'g'ri keladi. Vay. O'sha yerkamizda buni. Aka, bu qachon pishadi o'zi? Namangan mohirlar jamoasida kimlar bor? Ishingizni loyihalashdan boshlab to kalitni olguningizgacha o'z ishini ustalari bizda mavjud. Orada ishi bo'yicha kontent olishga ham uspet qildik. Va palov ham tayyor. Palovni qarang, sayrolyapti-ku. Aytgancha, jamoada 10 yildan boshlab 45 yilgacha bo'lgan tajribaga ega ustalarimiz mavjud. Kimga katta tajribaga ega ustolar jamoasi kerak bo'lsa, aloqaga chiqing. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.